Assalomu alaykum. Ushbu darslikda siz Notion platformasini 0 dan to 100 gacha mayda detallarigacha o'rganasiz. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, ekranga o'ta olamiz. Xo'p, Google'da Notion deb qidiramiz. Mana, birinchi qanga kirdik. Shu sayt kelib chiqadi. Shunga kiramiz. Xo'p, sizda aynan kirgan paytingizda aynan shu okno ochiladi, ya'ni shu sahna ochiladi. Men bu akkauntdan kirganman va shuning uchun shu akkauntdan kirasanmi deb so'rabdi. Xo'p, biz shu akkauntdan kiramiz. O'zi umumiy login qilishni, ya'ni akkaunt kirgizishni ham ko'rsatmoqchi edim, faqat bizda akkaunt kiritilmagan Google email topilmadi. Shuning uchun ko'rsataman sizlarga. X bosib turamiz. Umumiy agar kirmagan bo'lsangiz, mana bu yerda login bor, ko'rgan bo'lsangiz. Shuni bosasiz va sizni emailingizni yozib yuborsangiz bo'ldi. Все. Xo'p. Biz kirganimizda sizlarda hozir menda bunaqa ochilyapti. Sizlarda bunaqa sahna bo'ladi. Mana, xuddi shunaqa sahna bo'ladi. Bu new page nima? Bu yangi varaqa, ya'ni sarlavha. Sarlavhasini yozishingiz mumkin. Aytaylik, nima desak bo'ladi? Misol uchun-da, o'zim haqimda. Endi add icon bor, ya'ni ikonka qo'shish. Bu yerdan siz ikonka qo'shishingiz mumkin. Misol uchun ovoz yoki mamdan techka, mamdan topsangiz bo'ladi. Bundan tashqari icon bor. Iconga kirib, icon ya'ni ikonka topishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda men degan bo'lsak, qanday 2D ikonkalarni chiqarib beradi. Yashil. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, yashil dumaloq select icon color degan bor, ya'ni ikonkani rangini tanlash. Biz aytaylik, qizil tanlashimiz mumkin yoki pushti, boshqa narsa. Hop, bizga yashil kerak. Aytaylik, boshqa narsa tanlaylik biz. Keling shuni tanlaymiz. Hop. Bu yerda add cover bor, ya'ni obloshka joylash. Bu yerda shu siz bosadigan bo'lsangiz, bu yerga obloshka joylab beradi. O'zi randomli umumiy to'g'ri kelgan obloshkani bosib oladi. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz change bor. Aynan shu change orqali bu siz shu rasmni o'zgartirishingiz mumkin. Biz bosishimiz mumkin. Gallery deb chiqdi, ya'ni galereyasi o'zini, xo'p, umumiy koinot nimadirlar rasmlari bor, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda upload bor, ya'ni joylashtirish. O'zingizning kompyuteringizda bor rasm yoki tayyorlagan bu tekstlaringizni shu joyga joylashingiz bo'ladi. Keyin bu yerda link. Qanday Pinterest yoki boshqa joydandir link olib kelib shu yerga tashlasangiz, savit qilsangiz, shu yerda ochib beradi. Keyin bu yerda oxirgisi bor, o'qish qiyinroq bo'lgani uchun o'qib olmadim. Bu yerda Notion ichidagi Google'da ichidan mana bir rasmlarni qidirib topsangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, men degan bo'lsak, odam kelib chiqadi yoki aytaylik, check. Misol uchun shu qanday chiroyliroq ekan. Evet, bosdik. Endi ko'rayotganimiz odam yarmi ko'rayapti-ku, mana bu reposition bor, ya'ni joylashuvi. Mana bu bosdik, mana. Xolos nimadir deb chiqdi o'rtada, mana bunaqa bosib turib o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu joyini yoki tepasini olib qo'ysangiz bo'ladi. Bizga mana bu joyini olib qo'ysangiz bo'ladi, chiroyli ekan mana shu. Yaxshi. Keyin save position bor, ya'ni pozitsiyani saqlab qolish. Xo'p, bosdik. Endi bu yerda mana o'zim haqimdan pastiga bosadigan bo'lsak, press space for AI yoki mana bu qiyshiq tayoqcha for yordamchilar deyapti. Bu yerda AI ni chaqirmoqchi bo'lsak, mana bu probelni bosamiz, ya'ni uzunchoq tayoqcha bor-ku, o'sha probelni bossak, AI kelib chiqadi. Давайте проверим. Mana, misol uchun aytaylik, misol uchun home, ya'ni uy o'zbek tilida qanaqa bo'ladi deb so'raman-da, yubordim. U o'ylayapti, ingliz tilidan o'zbek tiliga home so'zini tarjima. Uy asosiy, xullas uy deyapti. Xo'p, mana yordam berdi. Discard, ya'ni keep, bu ya'ni shuni saqlab qolsinmi deyapti. Shu AI bilan dalcha davomiy suhbatlashib ishlamoqchi bo'lsangiz, saqlab qoladi. Agar discard deydigan bo'lsangiz, shunchaki mana bu o'chirib tashlaydi. Cancel, bu yo'q, hali gaplashib o'tiribman degani. Men tushuntirib beraman yaxshilab. Keep, ya'ni xuddi shuni davomiy qilib turishi. Nima desa bo'ladi? Chatni o'chirib olmasligi. Discord, bu prям o'chirib olish, yo'q qilish. Cancel, yo'q, men chiqib ketmoqchi emasman, hali ham AI bilan gaplashyapman degan ma'noda. Bizga hozir discard kerak. Umuman kerak emas. O'chirib oldik. Xo'p.
Endi yordamchi space ni tushundik. Space ni bossak, probelni bossak, AI kelib chiqar ekan. Endi mana bu qiyshiq tayoqchani bosamiz. Hop, endi chiqdi. Hop, bu yerda nima deydi? Bu o'zi yaqin deydi. Hop, nima deydi? Buni men ham birinchi marta ko'rmagan ekanman. Bosib ko'ramiz. Hop. Meni tushunishim bo'yicha men agar gapiradigan bo'lsam, bu yozib berish kerak. Da gapimni. O'zbek tilida ishlaymi ekan? Day ko'ramiz. Hop, hello this time. Hop, hammaga salom. Biz hozir Notion bo'yicha darslik yozyapmiz. Hop, yozib berdim. Yo'q, yozolmadim. Yozolmadim. Ikkisini bosib o'chirib degan bo'ladi. O'chirib olish uchun nima qilamiz? Mana bu yerda ko'rayotganimiz 6 nuqta bor. 6 nuqtani bosamizda delete bor. Shuni bosamiz. Bo'ldi. Все. O'chirib yubordik. Endi yana bitta boyaq tayoqchani bosamiz. Endi call out bor. Kelinglar shu, bu yerda hozir men asosiy foydalanganlarim tepada qo'yib beryapti. Tepadagilarni pastroqda bor, xuddi shular. Shunchaki menga qulay bo'lsin deb tepaga olib chiqib bergan. Mangalik hozir sizlar bilan birma-bir pastda ko'rib chiqsak bo'ladi. Men bitta bosib, ya'ni basic blocks, ya'ni asosiy bo'limlardan boshlaymiz. Hop, bu yerda text. Bu yerda shunchaki yozasiz. Hech nima o'zgarmadi. Hop. Endi ham bitta tayoqchani bosamiz. Mana bu xabar, ya'ni bu katta tekst. Misol uchun salom. Ko'rdingizmi? Katta yozildi. Enterni bosib bitta tushiraman. Yana bitta tayoqchani bosdim. Endi H2 ni tekshirib ko'rishimiz. Misol uchun bu ham salom. Endi H3 ni tekshirib ko'ramiz kelinglar. Yana bitta salom. Farqini ko'rdinglar? Boshidagi katta bo'ldi, keyin o'rtacha, keyin kichkina. Hop, endi shunchaki salom deydigan bo'lsam, salom juda kichkina qoladi. Mana. Mana. Endi yana bitta boya tayoqchani bosamiz va H3 dan pastdagini sinab ko'ramiz. Misol uchun bullet list. Ya'ni mana bunaqa narsa ekan. Hop, aytaylik. Давайте xarajat narsalar olishimiz, misol uchun pomidor и sabzi. Umumiy nuqta bilan qo'yib taxlab berib yozib ketadi. Hop. Umumiy buni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bitta delete ni bosasiz, adashmasam sizda backstage bo'lishi kerak. Hop. Shunaqa. Endi yana bitta tayoqchani bosamiz. Tayoqchani bosib, endi number ga keldik, ya'ni raqamli listga keldik. Boy nuqta edi-ku faqat. Endi raqamli bo'pti. Raqamli nimaga kerak? Misol uchun pomidor dedik-da, endi sabzi. Misol uchun sabzi. Endi kartoshka. Va hokazo. 3 4 5 6 o'zi yozib beradi. Siz sanab chiqmaysiz. Nuqtalida shunchaki dizayn yaxshi, bunda foydali. Xo'p. Yana bitta tayoqchani bosamiz qiyshiq. Endi number listni oxirgi marta qildik. Endi to do list. To do listni qilamiz. To do list nima deydigan bo'lsak, bu check urib ketadigan, ya'ni shu narsani qildim deb shunchaki o'zingiz uchun belgi berib ketasiz. Misol uchun xuddi shu pomidor и sabzi kartoshka. Misol uchun pomidor oldingizmi? Pomidor bosamiz. Sabzi oldingizmi? Bosamiz. Pomidor oldingizmi? Bosamiz. Bo'ldi. Yana bitta tushiradigan bo'lsa, yana to do list chotku. Yana bitta delete ni bossak bo'ldi. O'shdi mana. Hop. Endi yana bitta shu qiyshiq tayoqchani bosamiz, shu o'zimizni. Hop. To do listdan pastga tushamiz. Endi toggle list, menimcha to'g'ri o'qidim. Shunaqa ekan. Hop, shuni bosamiz. Endi ko'rayotganimiz 3 burchak chiqdi. Bu nima? Aytaylik, ro'zg'or yoki ro'zg'or emas, bu haftalik ro'zg'or. Vashcha hayotni qiyinlashtira oldim-ku. Hop. Umumiy bir haftalik, bu haftalik ro'zg'or dedim. 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsak, pastida narsalar bor. Ko'rasizmi? Mana bosdik va yozamiz aytaylik. Misol uchun pomidor. Shunchaki yozsak ham bo'ladi yoki yana bitta boyagi tayoqchani bosib turib to do list qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun mana to do list pomidor, kartoshka, sabzi aytaylik. Pomidor, kartoshka, sabzini bosdik. Umumiy 3 ta nuqtani bosadigan bo'lsam, bu haftalik ro'zg'or yopilib turadi, ya'ni menga ko'rinib xalaqit bermaydi. Bemalol men ochib, yopib, bemalol ishlab o'tirsam bo'ladi. Xo'p, umumiy tushungan bo'lsangiz xursandman. Endi yana davom qilamiz. Aytgancha bitta narsani aytishim chiqdi.
Bu togglening ichida ham nafaqat to-do list, balki boshqalarni ham ishlatsa bo'ladi. Aytaylik, hypertext, uy, tipi nimadir, keyin misol uchun number, har xil ishlatsangiz bo'ladi. To-do listning ichida. Muhimi to-do listdan pastida yozyapti. To-do listning ichidami yo'qmi, qayerdan ajratsangiz bo'ladi, qarang. Checklar mana bitta bitta ko'rganimiz chap tomonroqda turibdi, ko'rasizmi? To-do listning ichidagilar esa o'ngroq tomonda turibdi. Agar o'ngroq tomonda yozilgan bo'lsa, bu mana bu to-do listni ichiga kirgan bo'ladi. Chapda yozilgan bo'lsa, u alohida bo'ladi. Xo'p, bo'ldi, yopib qo'yamiz. Endi davom qilamiz. Yana qiyshiq tayoqcha shu. Endi to-do list emas, page. Yana bitta page ochdik. Endi esingizda bo'lsa, boshida qanaqa edi? O'zim haqimda gapirib boshladik-ku, xuddi shuni yana yangitdan ochildi. Mana bitta qarang, o'zim haqimdani ichida new page ochildi. Alohida emas, o'zim haqimda ichida new page, ya'ni sarlavhani ichida yana bitta sarlavha. Misol uchun, o'zim haqimda degan kitob bor edi va endi bu aytaylik birinchi bo'lim. Aytaylik, keyingi hafta harajat. Misol uchun, bu yerga mana oy ham zo'r tushdi. Ikkigan cover qo'shsa bo'ladi. Yo'q, cover qo'shib olmas ekanmiz. Mana ikkigan cover qo'shsa bo'ladi. Add coverni bosamiz. Misol uchun bu yerdan давайте nima tanlasa bo'ladi. Давайте shuni tanlaymiz. Yoki buni. Bu yerdan change qilib, o'zgartirib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi haftalik xarajat. Endi yana boyagi narsani bosamiz, qish qayoqchani. To-do list aytaylik. Pomidor, kartoshka, sabzi, misol uchun bodring. Keyingi hafta bodring ham olishimiz kerak ekan. Все. Птичка urib ketaveramiz, olgan bo'lsak. Orqaga qaytmoqchi bo'lsak, ko'rgan bo'lsangiz, mana bu o'zim haqimda degan yozib turibdi. Oldingi page. Shunga o'tamiz. O'zim haqimda o'tdik. Ko'rasizmi? Endi keyingi haftalik xarajat degan narsa yondi. Tagida mana chiziqchasi bor. U nima degani? Shu page degani, ya'ni mana shu sarlavha ichiga bossang, shu sarlavhaning ichiga kiradi degan ma'noda qo'yilgan. Mana oy boya qo'ygan ikonkamiz. Keyingi haftalik xarajat bu nomi. Ichiga kirmasa ham mana ko'rsatib turibdi. Nimalar yozganmiz shu narsalarni. Ichiga bossak, kiradi mana. To'liq yozib chiqsa bo'ladi. O'zim haqimda mana. Chiqdik. Endi yana bitta mana shu qiyshiq tayoqchani bosamiz. Xo'p, endi page ni qildik oxirgi marta mana. Page da ko'rsatib qo'yibdi. Pastiga tayoq chiziqcha shu narsani bildiradi deganga o'xshash. Xo'p. Bu yerda endi callout bor. Tarjimasini bilmadim. Chiroyli, foydali narsa. Aytaylik, bu yerda pomidor yoki eslatma yozib ketsa bo'ladi bu yerga. Asosan callout eslatma uchun yoziladi. Misol uchun shu narsa. Bu yerga ikonkani ustidan bossak, har xil narsa chiqadi. Давайте pulni tanlab qo'yamiz. Rangini esa oq qo'yaylik mana shunaqa. Mana chiroyli chiqdi. Misol uchun umumiy xarajat 2000 mingdan oshmasin. Zo'r. Hozir eslatma yaxshi bo'lib turibdi. Xo'p. Umumiy calloutni mana bitta 3 ta nuqtasi bor. Shu bilan Ctrl D qilsak ham bo'ladi. Hammasini 6 ta nuqtasini bossangiz, ichidagi mana bu anaqasiga kiradi. Shuni nastroykasiga misol uchun salomning ichiga kiraylikda, keyin color degani bor, rangi. Uni o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun orqasini yashil qilib qo'ysa bo'ladi mana bunaqa. Yoki orqasini yashil qilib turib, ichini qizil qilib qo'ysak ham bo'ladi. Shu mana bunaqa. Tushundingizmi? Xo'p. Bizga u narsa kerak emas. Mana. Pomidor. Mana bu qolgan hammasi shunaqa. Checklistda ham, mana bu ham shunaqa. Rangini o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak. Oxirgi marta biz calloutni ishlatdik. Endi mana bunaqa o'qish qiyin bo'lgan so'z kelib chiqdi. Xo'p.
Endi shuni bosamiz. Bu yerda yonida tayoqcha, bu ham eslatma. Misol uchun aytaylik. Misol uchun. Все. Shift bilan bosib tushirasizlar aytgancha. Bu joyda shunchaki enter ni bosadigan bo'lsangiz, yangi sarlavhaga o'tib ketdi. Ko'rdingizmi? Agar o'chirib turib shift bilan pastga tushirsangiz, mana tayoqcha bittaga cho'zildi. Ko'rdingizmi? Misol uchun mana misol uchun aytaylik. Yana bitta. Misol uchun. Yana bitta. Misol uchun yana bitta. Misol uchun-da umumiy eslatma. Xo'p. Enter bosib tushamiz. Shunchaki enter bosganda yangitdan sarlavha ochildi. Shift enter bosganda yana tayoqcha cho'zilib ketaverardi. Xo'p, endi yana bitta tayoqcha qo'yib, yangisini o'rganamiz. Oxirgi marta biz quot'ni ko'rdik. Endi table'ni, tablitsani o'rganamiz. Qanaqa table? Tablitsani o'rganamiz. Xo'p, tablitsa. Hop. Aytaylik, misol uchun bu yerda nimani rejalashtirsak bo'ladi? Aytaylik, kundaliklarni rejalashtirsak bo'ladi. Misol uchun sana и shaxs va majburiyat. Aytaylik. Sana. Bugun qaysi sana? Misol uchun 03.03.2026 все ertaga 0 topiladi. Давайте shuni 3 kun yozing. Xo'p, 05. Endi bu yerda aytaylik mana shu 3 ta inson qilinishi kerak. Misol uchun aytaylik nima? Pasudalarni yuvish. Misol uchun umumiy qisqartirib yozib ketaman, unga e'tibor bermaysiz, shunchaki shoshonman. Xo'p, aytaylik nima qilish yana? Mana majburiyat tipa sana shunaqa qilinib ketildi. Endi qaranglar, shu yerda zo'r narsa bor. Umumiy mana bu boshiga kelsangiz, ko'rdingizmi? Mana bu yerda 6 nuqta bor. Bu nima deydigan bo'lsangiz, to'liq mana bitta bosganimizda to'liq tablitsani belgiladi. Ya'ni butun tablitsani boshqaradigan nastroyka bu. Biz faqatgina mana buni boshiga bossak, bittagina joyni ochib berdi. Ko'rdingizmi? Sanadan sana, shaxs, majburiyat bu yoq tomoniga bu javob beradi. Xo'p, bosamiz, mana ko'rdingizmi? Bu yoq tomoniga mana o'ng tomondagi hammasiga bu javob beradi. Endi aytaylik, rang qo'shaylik shunga. Misol uchun orqasini yashil qilib qo'yaylik mana. Ko'rdingizmi? O'sha ancha-muncha chiroyli bo'lib qoldi. Xo'p, endi bu yerdan bunaqa narsalarni o'zgartirib chiqsanglar ham bo'ladi. Mana. Misol uchun. Всё. Chiroyli chiqdi mana. Endi yana boyagi o'zimizning mashhur qiyshiq tayoqchani bosamiz. Xo'p, endi diver bor ekan. U nima? U shunchaki mana bu nima desa bo'ladi? Keyingi betga o'tish desa bo'ladi. Misol uchun bo'ldi, shu mavzu shu joyda tugadi deb tipa kat beradi, mana shunda kesadi-da mavzuni. Shu yerda chopadi. Xo'p. Buni deyarli men ishlatmayman. O'zi aslida kerak ham emas menimcha. Ishlatishadi, faqat kam. Xo'p, mana. Link to page deydi bu yerda. Ha, endi bu yerda yana bitta qiyshiq tayoqchani bosamiz va link to page eng oxirgisi bizda. Link to page ni bosadigan bo'lsak, aytaylik darsliklar deganini bosib qo'ydik. Mana. Darsliklarga otib yuboradi mana shu yerdan. Boyagi page bilan nima farqi bor? Bu yerdagina bu pageda sizda bo'lsa biz 0 dan yaratib chiqqandik. Keyingi haftalik xarajat, pomidor nimadir 0 dan yaratib chiqdik. Bu yerda esa darslikni ustiga kirsa, shunda tayyor darsliklarga kirib ketyapti. Bu shunchaki narigi tipa pagega otib yuboradi, narigi sarlavhaga otib yuborish. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Bu yerda ham shu umumiy ranglari va boshqa narsalarni to'g'rilasa bo'ladi. Xo'p. Yana bitta boya qiyshiq tayoqchani bosamiz. Xo'p, endi bu narsalar kerak emas. Umuman o'zi ishlatilmaydi bu narsalar. Endi mediaga keldik. Ya'ni
bu yerda rasm joylash, misol uchun rasm joylashni boshladik. Xo'p, upload file. Aytaylik, joylaylik. Mana joylaymiz. Misol uchun mana. Umumiy shuni joyladik. Mana bu yerda ko'rayotganimiz foiz bor. Foiz tugashi kerak. Mana, tugadi. Shunchaki rasm joylandi. Bo'ldi. Qiladigan ishi faqat shu. Endi yana bitta tayoqchani bosamiz. Pastga tushaveramiz va endi video joylashimiz mumkinmiz. Bu yerdan shu choose video bor, shuni bosib turib, video joylash deb menimcha manimda anaqa yo'q. Video olmagandim hali. Xo'p. Video ustanovka qilmaganim uchun hozir ko'rsatib bera olmadim. Shunchaki shu choose ni bosib turib, tanlab olsanglar bo'ldi. Yana bitta shu qiyshuv tayoqchani bosamiz va pastga tushamiz. Endi xuddi shunaqa audio joylash, kod yozish, fayl bu. Men to'g'risi Notion'ni necha yildan boshlab ishlatayotgan bo'lsam, image videodan tashqari hech birini ishlatmaganman. Siz ham juda katta ehtimol bilan buni ishlatmaysiz. Xo'p. Endi bizda boya table view bor edi. Esingizda bo'lsa, boya tablitsa bor edi. Endi tablitsa view, ya'ni ko'rinishi kelib chiqdi. Xo'p. Aytaylik, bu yerda nima? Misol uchun haftalik vazifalar. Nomi nima deb qo'yamiz? Misol uchun birinchi kun. Yo'q. Давайте. Mana sanani yozdik и emoji tanlaymiz. Давайте bugun futbol o'ynaymiz misol uchun. Futbol o'ynaydigan kun, yo'q, futbol o'ynaydigan kun emas, давайте. Mana, shunchaki shunaqa qo'ydim. Add priority bor, ya'ni prioritet qo'shish. Endi buni bosamiz va prioritet qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Aytaylik, birinchi navbatda bizga nima kerak? Давайте select qilamiz, shunchaki buni edit qilib qo'ysa bo'laman bitta. Shaxs. Men bu yerga men deb qo'ysak, mana shaxs deb turib o'zgardi endi. Name emas, uchun sana. Tamam. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha chiroyliroq bo'ldi. Shaxsga kiramiz. Aytaylik. Bitta. Misol uchun, ikkamizdan bittamiz shu ishni qilishimiz kerak ekan. Nima ishni deydigan bo'lsak, mana yana bitta yozib ketsak bo'ladi. Misol uchun status, ya'ni not finish, ya'ni tayyor emas, hali boshlanmagan, to'g'ri. In progressda va tayyor. Xo'p. Endi nima qilish kerak? Mana Ismoil hali qilmadi. 13-sanada nima qilish kerak? Open ni bosamiz. Tag yozamiz misol uchun. Harajat qilish kerak. Misol uchun montaj, aytaylik. Ilonni saqlash. Yana nimadirlardir. Open ni bossa, shuni ichiga kiradi. Bir kunda nimalar qilinishi kerak bo'lganini yozib chiqadi. Xo'p, not finish turibdi. Mana bu yerda endi biz rang bersak bo'ladi. Bitta settings bor. Bu nima settings deydigan bo'lsak, shu kalendar view ni settingsi faqat. Bosdik. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni rang, ya'ni bo'yaydigan ikonka bor. Shuni bosamiz. Mana bu yerda nimadir? Statusni bosamiz. Mana. Bu yerda nima bo'ldi endi? In progress deb bo'lsa, progressga o'tkazib qo'yadi, ko'rdingizmi? Ko'k bo'lib turibdimi? Demak, bu jarayonda. Yashil bo'lib turibdimi? Bo'ldi, tayyor. Shu. Bu ancha-muncha osonroq bo'ladi. Ya'ni new page qilib, yana yozib ketaversanglar ham bo'ladi. Mana. Shunaqa. Faqat 04. Aytaylik. Yana bitta shu. Quyosh. Men qilaman. Hozir qolman. Ichiga nima deydigan bo'lsak, nima? YouTube ga darslik yozish hozir yozilyapti shu. Xo'p, endi mana yana pastga tushdik va qiyshiq tayoqchani bosamiz. Yangi narsani endi o'rganamiz. Buni tushungan bo'lsangiz xursandman. Xo'p. Endi kalendar view emas, ya'ni board view, ya'ni bordiyorni anaqa ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Xuddi shu narsani. Xo'p, aytaylik, bu yerdan mana ishlar. Davайте vazifalar.
vazifalar. Misol uchun boshlanmaganini ichiga aytaylik. Syomka qilish, kamera olish, misol uchun shu. И aytaylik nima bor? Kitob o'qish. Misol uchun kitob o'qishni o'qiyapmanmi? O'qiyapman. Bugun qolman, bugun qolman. Bu farqi yo'q. Misol uchun haftalik yoki kundalik farqi yo'q umuman. Bir haftada nimalar qilishim kerak misol uchun? Meni taxlash. Taxladimmi? Taxladim. Qildimmi? Qildim. Xo'p. Endi boyagidek settingsga kirib, rangini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, sal orqaga qaytaring. O'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Bizda xuddi shunday sahna kelib chiqdi. Xo'p, endi biz mana bunga, ya'ni rasmli ko'rinadigan tipi tablitsaga keldik. Bosamiz. Endi bizda yangidan page ochilmadi. Mana yozamiz misol uchun. Aytaylik darsliklar va mana new page ni bosamiz. Aytaylik nom nima? Notion 100% degan video olishimiz kerak. Aytaylik chek olinmagan hali. Mamki ko'rasizmi? Shunchaki hech nima yo'q mamda. Notion 100% hali olinmadi, ikkita turibdi bu. Va rasm turishi kerak-ku mamda to'rtburchak. U ko'rinmayapti. Chunki biz nima bo'ldi? Ichiga rasm joylamadik. Ichiga rasm joylagandan keyin ko'rinadi. Boya qiyshiq tayoqchani bosamiz va pastroqga tushamiz. Esingizda bo'lsa, biz mana bitta rasm qo'yishni o'rgandik. Shu rasmni qo'yishga bosamizda upload qilamiz. Aytaylik nima? Shu rasmni qo'yaylik. Notion 100% degan. Shu foiz turibdi. Xo'p, bizda ishlab turadi u. Agarda sizga mana yozayotganingizda, mana misol uchun nimadir deb ssenariy yozasiz shu haqida, misol uchun ssenariy yozasiz. Bu rasm turgan haq beryaptimi? Mana bittadan ushlab turib kichkina qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Men o'zi hamma ssenariyimda shunaqa ko'rmaydigan qilib qo'yaman, kichkinagina qilib. Xo'p, mana ko'rdingizmi? Endi Notion 100% degani ko'rinib turibdi. Yana bitta new page qilib, xuddi shunaqa qilib davom qilib ketsanglar bo'ladi. Bizga hozir new page kerak emas. O'zayt qilib yuboramiz. Xo'p. Mana ajoyib bo'ldi. Endi yana bosamiz. Yana boya qiyshiq tayoqcha va pastroqga tushamiz. Endi bizda galeriyani ko'rib chiqdik. Endi list ko'rinishi bor. Endi list ko'rinishini qilsak, misol uchun haftalik ishlar. Misol uchun nima? Dushanba kuni shunaqa va ichiga kiramiz misol uchun. Ichida nimalar qilinishi kerak? To do list bor. Shu yerga yozib qo'yamiz. Syomka qilish и montaj qilish, misol uchun video joylash, aytaylik. Hammasiga misol uchun qildik. Muhim emas. Xo'p. Qildik. Dushanba kuni nimalar qilganimiz mana bu turadi. Yoki umumiy qilishimizdan oldingi seshanba kunini ham rejalashtirib qo'ysak bo'ladi demoqchiman. Seshanba, misol uchun. Seshanba kunini ham rejalashtirib qo'ysak bo'ladi, xuddi shunaqa qilib. Xo'p, bo'ldi shunaqa. Haftalik ishlar ham tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Aynan shu narsalardan foydalanib siz o'zingiz uchun qulay haftalikni, umumiy kunlaringizni hamma narsani rejalashtirishni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi ham bu qiyshiq tayoqchani bosamiz va pastga tushamiz. Xo'p, bizda endi kalendar view ga keldik. Kalendar view da xuddi shunaqa, faqat sanalari bilan turadi. Misol uchun bugun nima qilishim kerak? Plyusni bosamiz. Kundalik. Bu yerga boya ikonkani qo'yamiz. Bu yerga to do listni yozamiz. Aytaylik. Xo'p, uylarni uyni taxlash, montajyor ishga olish misol uchun.
uyni taxladim. Keling. Montajyorni ishga oldim. Xo'p, endi bizda umumiy kundalik deb men faqat tekst turgani xunuk turibdi. Bu yerga yana bitta tagdan turib udalить qilib yuboramiz-da buni. Kerak emas chunki. Add prioritydan tekst qo'yib qo'yamiz. Shuning uchun muhim. Eng muhimi. Shuning uchun suhbat qilish 16 to shu oralikda eng muhim ishim shu oralikda bo'lar ekan. Xo'p, nima qilaman? Endi boyagi settingsga kiraman-da, bu yerda nima deydi, ko'rinadigan prioritetlar bor. Aynan shu joydan turib, men muhimni ham qo'shib qo'yishim mumkin mana bu yerga. Mana, suhbat qilish eng muhim bo'lib turibdi. Ko'rdingizmi? Vaqti ham yozilib turibdi, yaxshi bu ancha. Xo'p, endi yana bitta altni bosib copy qilib yozib ketaversangiz ham bo'ladi. Bu yerga faqat oylik bo'ladi. Endi haftalik emas. Oylik plan misol uchun. Endi yana boyagi qiyshiq tayoqchani bosamiz. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, bilingki, tepada, ya'ni boya tepada tushuntirib bergan narsalarimni diqqat bilan ko'rib chiqmagan bo'lasiz. Umumiy bularni to'liq tushunib ketish uchun maslahatim boyagi videoni, ya'ni bundan oldin gapirgan gaplarimni boshqatda yana e'tibor bilan eshitib, ko'rib, takrorlab chiqing. Xo'p, endi yana biz pastroga tushiramiz. Endi bizda timeline bor, ya'ni vaqt ko'rinishida bor. Aytaylik, mana biz soat necha bo'ldi bizda? 12 bo'libdi. Xo'p. Endi bizda mana sana. Endi bizda mana sana ochildi. 3-sanadan mana 3-sanadan aytaylik 7-sanagacha nima qilishim kerak? Shu oralikda eng muhim ishim uyga ro'zg'orlik qilish. Misol uchun-da, uyga ro'zg'orlik qilishim kerak shu 3dan 7sigacha. Shu oralikda bu dan bo'lishi kerak, ya'ni qilingan bo'lishi kerak. Endi yana bitta misol uchun syomka qilish. Buni aytaylik, kamroq kunga qo'yaylik, 2 kunga. Syomka qilish emas. Syomkani o'zida qo'yaman. 3dan 4gacha shu anaqada qilishim kerak, syomka qilishim kerak. 7sigacha umumiy uyda ro'zg'orlik qilishim kerak. Endi yana shu qiyshiq tayoqchani bosamiz va pastga tushaveramiz. Xo'p, endi vertikalniy bar, gorizontalniy bar. Ikkalasi bitta narsa. Men misol uchun vertikalniyda ko'rsatib ketaman. Aytaylik, mana vertikalniy bar ochildi. Bu yerda nima? Boshlangan ishlar, boshlanmagan ishlar to'g'rirog'i. Aytaylik nomi. Misol uchun syomka qilmadik hali. Syomka qilmadik. Boshlangan ishlardan misol uchun montaj qildik. Video joyladik. Misol uchun. Va bu yerda umumiy anaqa bo'ladi. Tipa raqobatni ko'rib tura olasiz. Tipa bu yerda hozir faqat o'zingizning raqobatingiz, chunki bu yerda boshqa odam kira olmaydi siz akkauntingizdan. Men boshlamagan ishlarim bitta, jarayondagilar ikkita, qilingani bitta. Aynan shu narsani siz ko'rib turishingiz mumkin. Boy gorizontalniy desa xuddi shu, faqat yonmachasiga ko'rsatilgan. Faqat menimcha bu pullik. Gorizontalniysi pullik ekan. Shuning uchun bizga bu narsa kerak emas. Kerak emas. Udalить qilib yuboramiz buni. Xo'p, endi ham bitta o'sha qiyshiq tayoqchani bosamiz va pastga tushaveramiz. Endi bu yerda sizda nima bo'lyapti? Endi bularni hammasini o'zingiz bosib ko'rib o'rganaverasiz. Ya'ni hammasi bir xil ketma-ketlikda ishlaydi. Umumiy tepada misol uchun boya esingizda bo'lsa toggle ko'rdik, heading 1 ko'rdik. Ya'ni heading 1 nima edi? Bu katta tekst edi. Toggle esa bu uchburchak bor-ku, pastdan ochiladigan. Aynan shunisi edi. Xo'p, mana shu yerga bosadigan bo'lsak, misol uchun haftalik ishlar. Salom. Misol uchun shunchaki. Xuddi shuni eslab qolingiz, ha? Tepada nima qilganlik biz? Xuddi shuni bu haftalik ro'zg'or. Xuddi shu bir xil narsa
shunchaki bu yerda katta. Nimaga? Chunki bu yerda mana bu katta shrift ishlatilsin mana bu toggle bo'lsin deb tipa komanda berilgan bunga. Xo'p, qolgan bundan keyingi hammasi shunaqa bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir-biriga bog'lanib ketadi. Bundan keyingi narsalarga tushunmasangiz, bilingki shu tepadagi videoni e'tibor bilan ko'rmagansiz yoki shunchaki videoni ko'rib chiqqansiz, o'zingiz amalda qo'llamasdan. Xo'p, mana. Agar bizga mana haftalik ishlar, misol uchun bunga ham emoji qo'ymoqchisiz, to'g'rimi? Bitta probelni bosasiz va ikkita nuqtani ochasiz. Misol uchun smile. Yoki bu yerda endi umumiy smilelarning nomini bilishingiz kerak. Misol uchun bizga raketa kerak. Yoki nima bor? Misol uchun olov kerak. Misol uchun olov kerak. Mana. Shunaqa qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Endi biz Notion'ni ichidagi funksiyalarni ko'rib chiqdik. Endi qaranglar. Mana bu yerda 3 ta nuqta bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu umumiy hozirgi Notion'ni stili. Misol uchun bu yerda shrift bor, mana bu default bo'lsin deganmiz. O'zgartirib qo'ysa mana bunaqa xunuk shriftlarga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz. Mana bunaqalarni qo'ysangiz bo'ladi, mana bunaqa. Eng zo'ri mana shu. Xo'p. Endi bizga mana bu yerga duplikat qilishimiz mumkin. Xuddi shu narsani, mana xuddi shu pejni o'zim haqimda emas, misol uchun oyim haqimda deb yoki oyim haqida deb yoki haftalik ishlar boshqa narsa deb duplikat qilib ketsangiz bo'ladi. Move to trash bu o'chirib yuborish. O'chirib yubormoqchi bo'lsangiz, xuddi shuni bosasiz. Ikonkasidan ham ko'rinib turibdi. Xo'p, endi bu yerda small text bor. Ya'ni tekstni kichraytirish. Men o'zim haqimdani ko'rib turing-da. Ko'rasizmi? O'chirib yoqsam, o'zim haqimda qolgan hamma tekstlar umumiy kichkina bo'ladi. Menga kichkina emas, katta bo'lib turaversin. Keyin men bu yerda full width degan yozuv bor. Bu tipi mana ko'rayotgan bo'lsangiz, chap tomonda, o'ng tomonda joy ko'p qolib ketadi. Smileyni qarang, o'rtada turibdi-da. Shuni bosib qo'ysa, bitta chekkada yoziladi. Chekkada. Bu ancha ham chiroyliroq ko'rinadi. Va bu yerda tablitsani umumiy nima deydi? Ko'rinishi, boshqa narsalari. Xo'p. Endi yana boyagi 3 ta nuqtaga kiramiz va mana bu yerda hammasini bosib ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana bu misol uchun translate qilsa bo'ladi boshqa tilga, aytaylik, arab tiliga. Mana, arab tilida bu yoqda yoziladi-ku. Shunga translate bo'ldi. Odamlar qachondir sizni Notion'ingizga kirganda arab tilini biladi ekan, degan narsani yoqib bera olasiz. Javobda stop qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Aynan nimaga Notion'da odamlar, mana bu boshqa odamlar sizga foydali ma'lumot ulashmoqchi bo'lsa, Notion'da qilishadi. Mana misol uchun men o'zbek tilida shunaqa foydali ma'lumot yozib chiqdim, aynan Notion'ga. Lekin qaysidir arab keldi, meni shu Notion'imni oldi. Ya'ni pulga sotib oldi yoki shunchaki bonusga oldi, lekin o'zbek tilini bilmaydi-ku. Qanaqasiga men bergan ma'lumotni o'ziga olishi mumkin. Xuddi shu boyagi 3 ta nuqta translate arab tilini tanlab turib, bemalol o'qib, tushunib olishi mumkin. Bu yerda qolganlari kerak emas. Umuman, misol uchun import qilishingiz mumkin, export qilishingiz mumkin. U narsalar shunchaki o'ziga kerakli page-ni skachat qilib olish yoki boshqa odamga chiqarib yuborish. Xo'p. Umumiy endi bugungi darsda shu narsani ko'rib chiqdik. Sizda hozir umumiy mana bunaqa pustoy sahnadan siz hozir mana shunaqa chiroyli narsani yasab chiqishni o'rgandingiz. Biz umumiy olganda sarlavha, katta tekst, o'rtancha va kichkina tekstlarni ko'rib chiqdik. Keyin umumiy stilni, mana bu nuqtachani qo'yishni va keyin xuddi shundan raqamligini ko'rdik. Xo'p, keyin esa to-do list, undan tashqari toggle. Ya'ni toggle ichida bilasiz, hamma narsa qilish mumkin, faqat to-do list aytaylik, call out qilishimiz mumkin. Yoki pastga tushirib turib, aytaylik, kalendarni view qilishimiz mumkin. Bittagina mana buni ichida, toggle ichida bitta bo'lsa o'chib ketadi. O'chib turadi, ya'ni ko'rmay turadi. Xo'p. Endi biz page ochishni, yangi keyingi haftalik xarajatlar degan narsani ochishni o'rgandik mana. Xo'p, men bitta muhim eslatma, ya'ni umumiy xarajatlar 200 ming so'mdan oshmasin, misol uchun. Shunaqa narsa qo'yishni o'rgandik. Bu hafta kim bozorlik qiladi, misol uchun. Bu yerda ham eslatmaga o'xshash, yonmachasiga yozilgan chiroyli dizayn. Misol uchun Abdulaziz Abdulloh shunaqa. Tablitsa bilan ishlashni o'rgandik. Misol uchun sana, shu sanada shu inson shunday ish qilish kerak degan narsani o'rgandik. Xo'p. Undan keyin biz boshqa sarlavhalarimizga otvorishni, ya'ni shu linkni ustidan boshsa boshqa sarlavhaga o'tishni o'rgatdik.
Keyin biz rasm qo'ydik va video qo'yishni o'rgandik. Keyin haftalik vazifalarni har xil usullarda qo'yishni, umumiy yurg'izishni o'rgandik. Xo'p, mana shu tarzda umumiy siz darsliklar va boshqa narsa oladigan bo'lsangiz, aynan shu tarzda ishlasangiz ancha-muncha foydali, o'zingiz esingizdan ham chiqib ketmaydi. Xo'p. Va aynan bunday narsalar qildik va umumiy oxirida kalendarniy view, ya'ni kalendarniy ko'rinishga olib keldik. Keyin bu soatchali, ya'ni aytgan soatchali, ya'ni vaqtni mana bunaqasiga yonmachasiga ko'rsatadigan kalendar tipi ishlar ketma-ketligini tuzib chiqdik. Keyin oxirida mana bunaqa chiroyli nimanidir o'rgandik, nomi esimdan chiqib qoldi. Xo'p. Oxirida ikkita-uchta narsalarni birlashtirib ishlashni o'rgandik. Agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.